Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hurmatlı aziz Müslüman bir tuğandar. Mına kirip kelgen Ramazan ayı barımızga kutlu berekeli bolsun. Barыңыздарды мына ушул айда тутуп аткан розобузду жана кылып аткан бардык жакшы амалдарыбызды Аллах таалам кабыл кылсын. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде Айша энебизге: "Ey Айша, bir kurma bolsa dagы sadaka kılıp öz canыңды dozok otунан kutkar" деген. Жана бул Рамазан айы, ушул берешендик айы аз болсо дагы колубуздан келгенинче 1 сом болобу, 10 сом болобу тапканыбызды ушул ихсан кылып, садака кылып турган болсок, бул Рамазан айында кылынган жакшы иштер бардыгынын сообу Аллах Таала көбөйтүрүп берем деген убадасы бар. İnşallah bul aydı koldan koruk getirmey, barыбыз koldan gelişince bereşendülük kılaylık, bir-birimizge жақшылык kılaylık. Mına bizdin Aravan rayonundagı Aravan Sahavat Kayrımdoluk fondu tarafından biraz uşul iftarlıkka az da olsa kişine-kişineden paket dayardalıp turat. Bulardı uşul joldarda hazır tarqatıp berебиз inşallah. Az bolsa da köptöy görüp, oğuz açıp dua kılıp koyasыздар. Mına şul bereşendik kılgan insanların bardığın ihsanlarını Allah Taalam kabul kılsın. Dünya ahiretin жақшылыктарын bersin inşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hammalaringizni mana shu kirib kelgan Ramazon 2026 bilan muborakbod etamiz. Alloh taolo mana shu oylarda qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, xatm Qur'onlarimizni, o'qigan tarovohlarimizni Alloh taolo qabul aylasin. Şu oylarda günahlardan mağfirat bo'lgan holatda chiqishlarimizni nasib aylasin. Mana bugun Aravondagi birodarlarimiz taklif qilishgan Aravon Saxovat fondi ko'p yillardan beri kam ta'minlangan oilalarga, yetim bor beva ayollarga va kasallarga juda ko'p yordamlarni ayamasdan berib kelishyapti. Albatta birinchi Alloh taoloning marhamati bilan, rahmati bilan va qolaversa mana shu Aravon ahli ko'magi bilan bo'lib kelayotgan ishlar, Aravondagi qo'lida bor akalarimiz bu narsaga befarq bo'lmasdan o'zlarining yordamlarini, ko'maklarini berib kelishyapti. Bugun inshaalloh bu akalarimiz bir xayrli ishga qo'l urishgan ekan. Ya'ni 200 dan oshiq hozir paketga iftorlik tayyorlab qo'yishdi. Yo'lovchilarga, iftorga ulgurmay qolgan yo'lovchilarga og'zini ochishligiga sababchi bo'lib qolaylik degan maqsadda shu ish chorani qilishdi. Alloh subhanahu va taolo mana shu akalarimizdan shu ishga hissasini qo'shganlardan rozi bo'lsin. Chunki payg'ambar alayhisalom mana shu bir iftorlik beradigan bo'lsa, ro'zadorga ana shu ro'zadorni savobicha savob bo'ladi degan. Ya'ni ro'zador qanday savobga ega bo'ladigan bo'lsa, og'iz ochishga sababchi bo'lgan kishi ham albatta bu savobga egador bo'ladi degan. Bu birodarlarimizga va shu ishga hissasini qo'shganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Kelajak ishlarda ularga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Hamisha Alloh taolo omadinglar bersin. Yana bir bor Ramazon muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.